O'g'lim mana Muhammad Solihim, jonim bolam sog'ayib ketgan, diagnozlardan chiqib ketgan. Oddiy bog'chaga, davlat bog'chalariga boryapti. Xudoga shukr, hech kim shunaqa diagnoz qo'ygan demaydi. Xudoyim mehribon, salomat opamlarni bizga, o'g'limga Xudoyim yetkazdi. Xudoyimga behisob shukronalar bo'lsin. Shu opamlarni menga uchratganiga Xudoyimga behisob shukronalar bo'lsin. Keyin Safiya qizimni ham olib keldim. Uni ham tuzatib berdilar. Alhamdulillah. Onajonlar hech ham qo'rqmanglar. Salomat opamlar bilanchi har qanaqa kasalni davolab beradi. Har qanaqa autizmni menga doktorlar aytishuvdiki, sog'aymaydi, bolang shu ketishda ketadi, buni davosi yo'q deyishgan edi. Hammasi Allohdan. Xudoyim shunaqa направление berdi. Salomat opamning oldilariga keldim. Opajonimlarning oldilariga keldim. Xudoga shukr. Alhamdulillah, bolam sog'ayib ketdi. Minnatdorman. Rahmat.